Assalomu alaykum. Biz qabristonga keldik. Bugun tugilgan kunim o'tmoqda ona. Ammo yuragimda yo'q zarracha shodlik yana. Avvallar siz bilan kulardi bu uy. Bugun esa sukut yuragimga to'ldiki. Shamlar yonadi, lekin ko'nglim qorong'i. Sizsiz bu bayram dardga to'la zo'rongi. Tabriklar aytilar, kulgular yangrar, ammo ichimda faqat so'ginchiklar. Eslayman uni, meni bag'ringizga bosganingizni. Bo'lam deb erkalab sochlarimni silaganingizni. Har tugilgan kunimda yonimda edingiz. Eng birinchi bo'lib duo bergan siz edingiz. Endi esa vaqt o'tmoqda sizsiz ona. Qaniydi bir bor ovozingizni eshitsam, yana bir bor bo'lam deganingizni sezsam, qo'llaringizni tutib boshimni qo'ysam, bir lahza bo'lsa ham dardimni yengsam. Bugun mening kunim, lekin siz yo'qsiz. Eng kerak paytimda yonimda yo'qsiz. Shu sabab bu kun ham menga begona. Kulolmayman sizsiz azizim ona. Ko'zlarimda yosh bilan tilayman faqat, Alloh sizga bersin jannatdan ro'hat. Har duomda siz bor. Hosili e'tibor bersanglar, hop, qaranglar, e'tibor bersanglar, ne kattalashib ketgan ha. Ne qilsak, e'tibor bersanglar, mashaqqatga o'xshaydi. Biz yo'limizga o'xshaydi. Qurayotgan qasrimizga o'xshaydi. Boshida harakat boshlagan vaqtimiz unaqa qiyinchiliklar juda kamroq bo'ladi-da. Yo'limizda sekin kattalashgan sari qayg'uli kunlarimiz, mashaqqatlarimiz, qiyinchiliklarimiz ko'payib borib, keyin haligi orada bizni sindirishga harakat qilishadi. Xuddi shunga o'xshar ekanda, Xudoyam baribir bir ko'p narsani bir-biriga o'xshatib qo'yar ekan. Shu narsaga ham bir amin bo'lsa bo'lar ekan. O'rtoqlar, bu yerga kelishdan maqsad miyaga dam berish. Ammo bog'in bu yerdagi yotgan insonlarni ko'rsangiz, nimaga o'ylanasan, nimaga siqirasan, baribir shu yerga kelasan degan narsa bo'ladi. Ko'pchiligimiz ishimizni dardimiz, ishimiz orqasidan yugur, qiyinchiliklar orqasidan yugur. Keyin borasan degan odamni shu 2 metrga kiramiz. Yerga kelib ancha xotirjamman.
aytishim o'zimga kelgan. Endi vasvas bo'lib qoldi. Halay bir xillab kibrlanib ketding degan gapi ham bir turadi. Balki kibrlangandir. Endi menimcha yo'lga kelgan odam qattiq kibrlanmasa kerak. Bu uyga olishdan maqsad o'rtoqlar. Ozgina shilan chekka surib qabristonga ketib qo'ydi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar.